Narxlar o'zgardi. Avvalambor hammaga assalomu alaykum qadrli Samarqand China Motors YouTube kanali kuzatuvchilari. Hozir orqamda turgan Jack X200 tentovka varianti bo'ladi. Bu mashinamizni tentligi, bortligi, furgonligi, shassiligi 4 ta modeldan sotuvda tayyor. Nima uchun boshda narxlar o'zgardi deganimning sababini ham tushuntirib beraman. Ayzar orqamda turgan Jack X200 tentovka varianti bo'ladi. Bu tentovka variantimizni motor qismiga keladigan bo'lsak, motor qismi 2 lik atmosferning motor joylashtirilgan bo'lib, ya'ni yaponskiy Greenjet kompaniyasi tomonidan o'rnatilgan motor hisoblanadi. Bu mashinamizni balon qismlariga keladigan bo'lsak, balon qismlari oldi baloni 15-razmerda, orqa balonlari 13-razmerda hisoblanadi. Orqa balon 13-razmerda qo'sh balon bo'ladi. Zapaskalar oldiga ham, orqaga ham alohida bitta-bittadan qalin dagatka, ya'ni dagatka emas demoqchiman, o'zini radnoy balondan qo'yib qo'yilgan. Bort razmerlariga keladigan bo'lsak, bort razmerlari 3.10 sm ga 1.70 sm hisoblanadi. Bu tentimizning balandligi 1.75 hisoblanadi. Bemalol 10 kubga hisoblasa, masalan, ko'pchilik tent olishdan maqsad korobka taxlashi mumkin va ayrim shunaqa объемli yuklar bo'ladi-ku, joy egallaydigan yuklar, lekin og'ir emas, joy egallaydigan yuklar bo'ladigan bo'lsa, 10 kub yukingiz bemalol bu mashinaga sig'adi. Kitobida yozilishicha, bu mashinamizni kitobida 2 tonna ko'taradi, lekin bemalol 2,5 tonnadan 3 tonnagacha bo'lgan yukingizni bu mashinaga ortib, o'zingizni ishingiz bo'yicha, o'zingizning maqsadlaringiz bo'yicha foydalansangiz bo'ladi. Bu mashinamizni tentlari ham shtorkali bo'ladi. Shtorkali deganda yig'ma tent hisoblanadi. Qanaqa qilib bu shtorkali tentimizni yig'ish mumkin? Shtorka deganda faqat tepasi emas, yondan yig'ma bo'lgani uchun bemalol buni shtorka desak bo'ladi. Chunki tentimiz o'zi u yoqqa borib, gideta bir 20 sm undan ko'p emas, joyingizni egallab qoladi. Bu mashinamizga texpasportiga qanaqa uriladi? Tent bort deb uriladi. Bemalol buni yig'ib qo'yib ham haydasangiz bo'ladi. Xohlasangiz tentli holatda ham haydab yursangiz bo'ladi. Bu mashinamizning xarakteristikasi shundan iborat. Bu mashinamizga bemalol metan qo'ydirsangiz bo'ladi. Agar metan qo'ydirmoqchi bo'lsangiz, o'zimizning shartnoma qilingan gaz servisimiz bor Samarqandda. O'sha gaz servisidan qo'ydiradigan bo'lsangiz, mashinamiz garantiyadan chiqmaydi. Agar boshqa joydan gaz qo'ydiradigan bo'lsangiz, mashinamiz garantiyadan chiqadi. Garantiyasiga qayerlari kiradi mashinani? Eslatib o'taman, mashinamizga garantiya beriladi motor qismiga, korobka qismiga va zadniy mosi. Zadniy mosga 100 ming kilometr yoki 3 yil garantiya beramiz mashinamizga. Xudo xohlasa, o'sha shartlarni bajarsangiz, bizdan qo'ydiradigan bo'lsangiz, mashina garantiyadan umuman chiqmaydi. Xudo xohlasa, motoriga beriladigan garantiya yoki korobkasiga, endi ko'proq gaz qo'ydiradigan bo'lsangiz, motoriga, qolgan joylari ham turaveradi. Xudo xohlasa inshaalloh. Mashinamizning bortliklarini, uzunliklarini hammasini aytib o'tdim. Mashinamizga boshida aytilgan gapimiz, narxlar o'zgardi. Masalan, bu mashinamizni yangi yilda chegirma berilgan edi, 16,8 ming so'm. Shuni xafaman, lekin bu unaqa bo'lishi kerak emas edi. Mashinamizning narxi o'zini holatiga qaytdi. Ya'ni bu yangi yilda berilgan skidka narxi bo'yicha 238,560 ming so'm edi. Endi hozir 10-apreldan keyin narxlar o'zgarib, o'zini joyiga tushdi. Bu mashinamizning to'liq tan narxi 255,360 ming so'm bo'ldi. Ya'ni u boshida sotgan narximizga qaytdi. Xullas azizlar, buni sizlarga eslatib o'tish uchun alohida YouTubega yana bitta video qildik. Qo'limizdan kelgancha bor ma'lumotlarni berdik. Yanada to'liqroq, yanada batafsilroq ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob olishingiz mumkin. Bu mashinamizni bemalol avtokredit qilib olsangiz ham bo'ladi. Halol nasiya savdo orqali ham mashinamizni xarid qilib olsangiz bo'ladi. Avtokreditga tan narxini 30% ni to'lab, Через bank avtokredit bo'ladi. Bitta pasportga chiqadi, xudo xolasa. Halol nasiyaga ham xuddi shunaqa bo'ladi. Xullas, to'liqroq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz yoki o'zingiz test drive'ga hozir qo'ymoqchi bo'lsangiz, mashina xarid qilib olmoqchi bo'lsangiz, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob oling. Hammaga rahmat. Sizlar bilan Samarqand China Motors obzorda Isomiddin bo'ldi.